Mana muxlislarimiz hozir e'tibor bersalaringiz ko'pincha motorni bunaqangi 7 ot kuchi, 10 ot kuchi farqi yo'q. Har bitta motoblokning kuchlarida joyida moyni qancha quyishimiz kerak degan joyi bor. Buni moyni quyish uchun mana bu yerga o'zlari ko'rsatib qo'ygan. Motor tekis holatda turadi. Tekis holatda turgan holatida mana bu rezbani og'ziga moy kelib turadi mana. E'tibor bilan qarasangiz moy turibdi mana. E'tibor berib qarasangiz. O'sha moy kelib turish kerak. O'sha holatni norma deyiladi bularda. Motorda blokini boyagi moy yetganini bilish uchun buni gulishtulidan tutun chiqadi. Juda oppoq burqib tutun chiqadi. Hozir men motorimni yig'ib bo'ldim, mana tayyorlab bo'ldim. Hozir xudo xolasa zavat qilib ko'rsatib beraman sizlarga. Mana qani bismillah, ketdi. Kompress kuchli hali ham juda ham. Pasos qaytaring. To'g'rimi? Ha, qaytaring, bo'ldi. Bosing. Keyin u ilinayotgan narsani sal tortsangiz ilingani bilinadi. Nima? Buziladi-dan shunchalik. Davay. Hop, bunda sizga namlanib qoldimi deydi. Xudo xolasa mana tayyor. Ha, bo'ldi, turaversin. Bosing. Pasos bering endi. Ha, aha. Qaytaring. Gaz bering. Gaz bermadingiz-ku. Beravering, dangadir. Bunda hozir benzin yaxshi kelmayapti. To'shni. Xo'sh, bizda hozir aybi galopkadan bo'lib chiqdi. Galopka tomonda xo'p, chiqish, kirish bo'ladi. Kirish bilan chiqish bo'ladi aslida. Endi to'g'rog'i Gulishtul tomondagisi qisibroq turadi. Shtobi puskash tortganda kompress kuchli bo'lmasligi uchun. Bu tomonni bo'shroq qilib qo'yish kerak. Emasam kompress juda ham bo'sh bo'lib qoladi. Bu tomon bo'shroq, bu tomon salgina qotadi. Mana og'alar tayyor, xudo xolasa. Pasos qaytar. Gaz bering. Motorchani cho'tga ishlashga o'tdi mana. Xudo xolasa endi yerni jigarni sug'urib olamiz. Hamma uchun, ko'rganlar uchun rahmat. Videomiz xudo xolasa hammaga yordam berishni xohlaymiz. Bundan keyin ham iloji boricha ko'proq video qo'yishga harakat qilamiz.